Sizlerde bu su tasmış var mı? Yok. Sizler televizorcu? Yok. Sizler tonatlı var mı? Yok. Vatandaşçı. Bunu yok. Do'koningizda mallaringizning to'liq bo'lishini umid qilamiz. Malni ko'paytay desangiz, mablag'ingiz yetishmayotgandi. Sarkar shirkatiga vakolatchi bo'lsangiz, 80 dan ortiq donliq markadagi 5000 xildan ortiq mahsulot siz uchun hozir bo'ladi. Siz sklat tayyorlamasangizmi, oldin mal kirgizmasangizmi bo'laverdi. Biz eng yaxshi mahsulot, a'lo mulozimat va yangicha andizimiz bilan sizni to'liq rozi qilamiz. Burun do'konimda nim bo'lsa, shuni sotalaydim. Hozir nim olmasangiz shu bor. Urumchi Sarkar elektr uskunalari chekish shirkati. Sarkar. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, shu topda ko'rayotganinglar Beijing Yipak yo'li o'mlik madaniyat taraqqiyot chekish shirkati ishlashni o'z ichiga olgan Xinjiang Ma'muriy biopantexnika taraqqiyot chekish shirkati, shundaqla Sarkar uy jihozlari chekish shirkati alohida qo'llagan o'mlik sadasi programmasi. Men riyosatchi Mahina Rozi. Bugungi programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushal bo'ldim. Xo'sh, bugungi programmamizda biz yanala güzel naqshlardan huzurlanamiz, ham shundaqla aziz mehmonimiz bilan sirdishimiz. Bugungi aziz mehmonimiz güzel bir naqshchi. Qanday bo'lsa, diqqatimiz ekranda bo'lsin. Bugungi mehmonimiz bilan tanishib chiqaylik. Cihan küldi inaqlıqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanot qaqdi armanımız elib andas. Ko'kda uçqan burgutlarning parvozidir. Ömlük bizning nishonimiz, armanimiz. Umidaqliq yo'llarining karvanimiz. Yalqıllaydı qalblarga darvon mikri. Quchoqlagan bizga go'zal davronimiz. Shuna qadrli ko'ruvchilar, bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, yosh naqshchi, ijodiyatchi, shundaqla rejissor Asimgul Yasin. Asimgul shu topda programmamizga qatnashish uchun yo'lda kelyapti. Diqqatinglar, bizning ikkinchi maydondagi ko'rinishimizda bo'lsin. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Yaxshimi da? Yaxshi ifkom. Ko'rishmagan uzun bo'pti. Nima ishlarni qilyapsiz yaqinda? Shu kasb bilan, xizmat bilan degandek. Asli men sizni naqshchi deb tunib ekanman, lekin olsam rejissor ekansiz a? Bizning o'sha programmaga bir o'zingiz bir qo'lliq rejissorlik qilasizsiz ekan. Bu programmalar shunday yaxshi mengayotdi. Sizlarning rejissorlaringiz shunday yaxshi. Iqtidorli, qarqat jihati yetishgan. Shunga eng yaxshi naqshamni aytayman. Rahmat. Unda bo'lsa bugungi programmamizga qaysi naqshingizni olib kelgansiz? Bugungi programmalarga o'zimning ijodiyatlaridan bir ikkini keldim. İsmini oshkorlasak bo'ladimi? Albatta bildim. Kelmadi, seg'ingandi kim? Andan uzilmas armon degan shu. Uchtal ijodiyatimni hozircha taqatdim. Shu ijodiyatlarimdan. Unda bo'lsa hozir studiyamizga bag'ach mashinada mush naqshingizni aytib beramsiz yoki qaysi naqshingizni anglamiz? Bu naqshamni hili ekranda aytib beray. Hozir tunji ijodiyatlarimdan Üzülmez armon degan naqshamni aytib beray. Bo'ldi, qanday bo'lsa birlikda anglaylik. Yana kettin ayrılıp G'amlarimni tog' etib Hicran bilan yurakni o'tqa selib dog' etib Hicran bilan yurakni o'tqa selib dog' etib. Oy, rahmat ada. Boya siz gapingizning oraliqida o'zimning ijodiyati deb o'tdingiz. Naqshlarni o'zingiz ijodiyat qilib o'zingiz aytamsiz. Men
8dan boshlab ijodiyatlarni o'rganib maktabda o'tdi bizga dars qilib. Shundan boshlab hammamizga o'tdi, hammamiz ijodiyatchi bo'lib ketmaydi ekanmiz, lekin men ham naqshchi bo'lganligim uchun ijodiyatni ching tutay. Mushu cho'qim menga bir kun asqatdi deb men shu vaqtdan boshlab hamda bakrak mushu jihatdan izlanib hozir keldim. Mana mushu hozir aytib bergan naqsham mening tunji 2008 ijod qilgan naqsham. 2008 bo'lsa, unda bo'lsa hozirgacha 10 yil bo'lib ketibdi o'shunami? Tunji ijod qilgan naqsham mushu. Mana ham rejissor, ham naqshchi, ham ijodiyatchi sifatida to'nilib kelyapsiz. Albatta sizning ishlaringizga utuq omad tilaymiz. Hamda bugungi programmamizning ifodangizning texnik qaltis bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Sizga utuq omad yor bo'lsin. Undaq bo'lsa biz naq maydonda ko'rishaylik do'stlar. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Qarshi olamiz, Asimgul, qarshi olamiz. Rahmat. Qani, ekrandagi ko'rmanlarga bir salom berib o'ting. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men naqshchi Asimgul Yasindan har qaysinglarga o'tliq salom. Ömlük sadası programmasiga qatnashganimdan intayin xursandman. Rahmat, Asimgul, biz intayin xush bo'ldik. Men boya sizni ekrandagi ko'rmanlarimizga tanishtirgan vaqtda go'zal bir naqshchimiz deb ta'riflab o'tdim. Hamda ko'rmanlarimiz his qilib yetdi. Asimgul mana bugun mayli kiyim kechakda bo'lsin, mayli chash bo'lsin, mayli girimda bo'lsin, naydi. O'zgacha yasinib ketdi. Mush kiyimni so'rag'im kelib qoldi Asimgul. Loyilashdimi xana iqtidoringiz borku deyman ha. Endi men shu ancha-muncha sahna kiyimlarimni o'zimni loyilab boqaman. O'zimning ustixon shaklimga tushadigan, o'zimning xarakteriga tushadigan qilib. Endi mush ko'ynagimni o'zim loyilagan. O'zingiz loyilagan. Endi balkim chiroyli bo'ldi deb o'yladim. Haqiqatan sahnamizga yarashdi. Asimgul, unda bo'lsa bugun naq maydon aytgan naqshlaringizdan huzurlanamiz. Ömlük sadası programmamizning qoidasi shuki, naqshlaringizdan huzurlangach, siz to'g'risida yangi uchurlar bo'lsa egallaymiz, ko'rmanlarga sunamiz. Oldi bilan Asimgulning shu kasbi haqida bir to'xtalib o'taylik deb o'yladim. O'qigan kasbingiz naqsha o'rinlashmi? Men 2005-yil san'at institutining naqsha o'rinlash kasbiga qabul qilingan. 5 yil san'at maktabida shu kasbda o'qidim. Naqsha o'rinlash kasbini naqsha o'rinlash kasbini bitirgan. Maktab bitirgandan keyin sizning izchil eng ko'p qilgan xizmatingiz naqsh kasbidan boshqa yana rejissorlik kasbi bo'ldi-ku deyman. Naqsha mening kichikimdan tortib, xuddi go'shim bilan so'ngikimga o'xshash ayrilamaydigan, mendan ayrilamaydigan bir kasb deb o'ylayman. San'at maktab kelgandan boshlab men haqiqiy kasbiy holatda mush naqsh kasbini o'rgandim desam bo'ldi. Endi o'qish bitgandan keyin ko'proq shug'ullanganim yana mush kasb, naqsh kasb. Men har qachon to'xtab qolmadim bu kasbda. Lekin ketyapsiz. Xizmat, yana xizmatim hamda rejissorlik bo'lib ketdi. Rejissor deganimizda shu programmalarningki, programma rejissori, naq maydon rejissorlik degandek. Endi bumi bizning mush naqsh kasbimizga bek yiroq emas. Demak, naqshimi sahnada o'rindildi, rejissorlik kasbimi shu sahna uchun xizmat qiladi. Rejissorlik kasbi tasmi Asimgul. Rejissorlik kasbini tas deb o'ylamadim, chunki men bu kasbda o'qib boqmagan rejissorlik kasbida. Mening yaxshi ustozlarimdan o'rgandim. Endi o'rganib men qanchalik darajada o'rganganligimni bilmayman, lekin mening qilgan ishlarim xalqqa yardi, ham shu ustozlarimga yardi. Shuning qarab, bu asli bunchalik tas emasga, men qila oldim o'qimay turib deb o'yladim. Shunga hozir shu qilgan programmalar bo'lsin, mayli. Shu jihatda o'zimning o'ylari bo'lsin, bir qadar o'zimga ishonadigan, rejissorlik desa men qila olmayman deydigan darajada bir narsa shakllandi kallamda. Rejissorlik kasbingizda o'zingizmi muvaffaqiyat qozondim deb qaragan, ham shundaqla ko'rmanlarni e'tirof qilgan programma, yangi programmasiga deyman. Shundami? Undan boshqa yana bir qancha programmalar bor. Nayt yaxshi chiqqan programmalar. Buningdagi yana yangi programmalarga tayyorlik qilib yetibsiz. Endi rejissorlik kasbining gapini mush yerda qo'yib turaylik, chunki biz sizni bugun naqshchi deb taklif qildik emasmi? To'g'ri. Asimgul, bu yil 3-oyda taqatgan bir naqshingiz bor. Bek go'zal valis naqshisi. Rahmat. Oldi bilan shu naqshni bir anglab yetib, andan paranglasak bo'lamdi sizcha? Albatta bo'ldi. Naqshlaringiz seg'ingan ko'rmanlar bo'lishi mumkin. Ismi nima u naqshining? Seg'ingando kim? Seg'ingandir kim? Bugunda biz oldi bilan shu naqshini naqmaydan bir ijro qilib bersangiz, anglab yetib, qaldi paranglan andan qilishamdiq. Albatta bo'ldi. Qani, marhamat. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
Yağmur yağdı simsim sığınğandı kimniki Yağmur yağdı simsim sığınğandı kimniki Yar kelemdu kelmemdu Yürek kalbi cim Yar kelemdu kelmemdu Yürek kalbi cim Yalğız qaldım yalğızla qayerdesən gayibşa yolumda ne haceti günlüküm sular aksa yolunda yağmur yağdı simsim sığınğandı kim yağmur yağdı simsim sığınğandı kim Yar kelemdu kelmemdu Yürek kıldı çim Yar kelemdu kelmemdu Yürek kıldı çim Yürek kıldı çim Yürek kıldı Ömlük sadası. Rahmet Asımgül, ben pek hayacanlandım. Sizге rahmet. Valiz 80-90 yıllarda en terakki kılgan, öwjagan vaqtlar mekin dep qarayman. Sizchi? To'g'ri, 80 yilları intayin güzel bo'lgan valiz kuylari maydonga kelibdi. Biz hozirgacha shuni aytimiz to'y-to'ylarda ulamdi. To'g'ri. Har qachon aytsak qanmaymiz, anglasaqmı qanmaymiz, to'ymaymiz shunda. To'g'ri. Valiz kuyi bek yaqinliq. O'ynasam shunchalik güzel bir shu tansolarning bir shakli hisoblanadi. To'g'ri. Biz cho'nglarga ergishib shu mashrablarga, to'y-to'kunlarga borgan vaqtlarimizda cho'nglarning shu pirqirab bir zalning ichini necha cho'gilab chiqib bo'lganini ko'rsak bek hayajonlanib ketadiq-ku. Mana hozirmi biz yana shundaq bir faoliyatlarga berib qolsak, valiz naqsi chiqqandan keyin bir hayajonlanamiz. Chunki bu ritmga ergishib biz shundaq bir xil illiq tuyg'uga cho'mganda his qilib qoldik ekanmiz-ku. Yuqorida anglagan bu naqshimi mundaqcha aytgan vaqtda shu 89 yillarni bir eslatgandek, anda yana bir tarafdan o'ylagan vaqtda bir muhabbat puraq tarqalgandek bir tuyg'uga keldik ekanmiz-ku. Xo'sh bo'ldimi Asımgül, shundaq bir muhabbat naqshlar to'xtab qolmasin, uzilib qolmasin? Rahmat. To'xtab qolmaydi. Asımgül yana yuqorida aytgan bu naqsh o'zingizniki ijodiyati, ya? Ha, buning muzikasini o'zim ishlagan. Teksti Amanni Sanaman deydigan. Bir qizningki. O'zingizniki ijod qilgan naqshlari bor, ishda bor deyman.
ijodiyatlar jiq. Men ijodiyatni 2008 san'at maktabida o'qiyotgan vaqtimizda bizga shu darslik qilib o'tgan. Shu vaqtdan boshlab bu ijodiyat deganni cho'qim bir alayda kompozitorlar qila oladigan narsa deb o'ylaydim, yaqin kelish qiynalmaydim. To'g'ri. Lekin shu o'qigandan boshlab asta-asta o'zimga ishonch bo'ldi. Ham shu o'qituvchimiz topshiriq berdi-da. Topshiriq berib, men bir 2 kupletlikla bir ijodiyatni qilib shu topshiriqni o'rindadim deb aytib keldim. Shu vaqtda o'qituvchim tarafidan men intayin yaxshi bir bahoga erishgandim. Balkim mening mush ijodiyatlarni qilishimga ashu muallimning ashu bir eg'iz gipi ta'sir qilgan. İlhamlari, turtki bo'lgan. To'g'ri, to'g'ri. Shu vaqtda men tunji ijodiyatim, ya'ni uni 2016-yili tarqatgandim. Shu ijodiyatimni shu vaqt qilgan. Uni kengaytirib, to'liq holatda qilib tarqatdim. U vaqtda faqat 2 kuplet holatlar, tekstni yozib shu 2 kuplet holatda qilgandim. Üzülmez arman deydigan. O mu muhabbetlik naqsha? Lirik naqsha. Bu naqshning tekstini o'zim yozdim. Ahangni o'zim ishlagan. Demak, asli o'qigan kasbingiz ijodiyat emas, naqsh o'rinlash, ammo shundaq bir ilhomlarninki turtkisida mana hozir o'zingiz ijod qilib, o'zingiz aytadigan bir qadamlarga yetibsiz Asimgul. Rahmat. Yana to'xtab qolmasin. Birinchi oyda e'lon qilgan yana bir naqshangiz bor deyman, bu yil. Birinchi oyda e'lon qilgan naqsham Kelmidi. Usulluq naqsha. Usulluq naqsha. U naqsha mana to'y to'kinlarda, so'rin faoliyatlarda yangrayotdi. Voy Asimgulning naqsi deb usullarni o'ynayotimiz deganga o'xshash. Bunda qilaylik Asimgul. Bu naqshni mo anglaymiz. Sal turib sahna sizga beraman, men tövan turib tomoshabin bo'laman. Men sizning shu xalq ahanglar bilan aytgan naqshangizni bir kuplet anglag'im kelib qoldi. Bo'ldi. Xalq naqsini xili aytdingiz, ha? Mening opam bilan dadam ikkilis xalq naqsi aytdi. Kichikimizdan boshlab, shu anglab cho'ng bo'lganman. Singadi. Shuningga kichikimdan tortib, butun Qashqar xalq naqsi, Kucha xalq naqsi, Turpan, ili shu butun yani naqshlarini dadamning shu og'zidan anglab ekanman. Bilib bilmay qachon o'rganib qolganimni uqmayman shu naqshlarni. Ham ko'pinchisi Qashqar xalq naqsi, andan Xotanning bor, shunda o'rgangan. Bundan keyin san'at maktab kelgandan keyin nurg'un boshqa saboqdoshlarimning og'zidan angladim, lekin mening yana ta'mi o'xshamaydi. Puroqlar boshqacha. Chunki mening dadam bilan opamdan o'rgangan. Ular ma'lum bir vakil bo'lib chiqqan artistnikidan o'rgangan. Men dadam bilan opamdan o'rganganda. Shuni o'shimikin deb o'yladim. Shunga hamda xalq naqshlarini jiq aytgan men kichikimdan. Moqam deymiz, xalq naqshlar deymiz, jiq aytgan. Bugun jiq aytishga zo'rlamayman, bir kuplet anglaylik. Bo'ldi. Qaysi naqshni anglaymiz? Adargul degan bir nadir asrimiz bor. Yaxshi ko'rma bu naqshini. Adarguldan men azroq aytib beray. Ma'qul, ajab yaxshi. Qani. Laçın soqqan to'shqanning daday vay Adargul jangalda vasiba vay Adargul musafirning dadey vay Adargul bu şede oynamasi bu. Rahmat. Asimgul güzel ovozni naqshini ko'paytisiz, ha? Shuning ta'sirimikin deyman. Bek yangroq ovozingiz. Rahmat. Men san'at maktab 5 yil güzel ovoz uslubda tarbiyalangan. Ha, shu. Asimgul unda bo'lsa, davomli yana naqshga kirib ketaylik deb o'ylayapman. Sahnani sizga bersam, ana shu sho'q Kelmidi nomli usulluq naqshingizni bir do'stlarimizga sunsangiz. Bo'ldi. Qani, marhamat. Ömrük sadası. Ömrük sadası.
Saçlarımni tarap yollarga qarab kelganlardan so'rab izlab so'rab yurdim cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi ashu cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi yarim kelmedi kutgan cananım kelmedi yarim kelmedi ko'zi xumarim kelmedi taraf yollarga qarab saçlarımni taraf yollarga qarab kelganlardan so'rab izlab so'rab yurdim cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi ay shu cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi yarim kelmedi kutgan cananım kelmedi yarim kelmedi ko'zi xumarim kelmedi Saçlarımni tarap yollarga qarab saçlarımni tarap yollarga qarab kelganlardan so'rab izlab so'rab yurdim cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi ashu cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi yarim kelmedi kutgan cananım kelmedi yarim kelmedi ko'zi xumarim kelmedi yarim kelmedi kutgan cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi Ömrük sadası. Rahmat. Asımgül. Sizlarga rahmat. Rasıl aysam, turuplu usul oynap ketay desem, asli her qıtım muşunda bulducu. Naqşçılarımız kilodu Oynamamay. Usul çıkan bop qalğan. Şunda oynağım kep ketidi. Lekin ayacını besibap olturup oynap degendek qilib atma. Endi mayli qanday bulishdan qat'iy nazar Ömrük sadası programmamiz mana shunga o'xshash ijodiy naqshlarni, ham sho'x usulliq naqshlarni ko'rmanlarning huzuriga sunib, san'atimizni, sahnatimizni betib kelayotgan bir programma deb o'ylayman. Ömrük sadası programmasini men shaxsan burundan yaxshi ko'rib ko'ryapman. Bu yak kevatqa artistlarni intayin Nursal Sapağı ig artistlar kevatidi. To'g'ri. Asos jihatdan ko'z ko'ringan xalqning qalbidan o'rin olgan artistlar kevatidi. To'g'ri. Sizlarning o'rinlashtirishinglar shunday yaxshi bo'lyapti. Sizlarga rahmat aytaman, jafo chekyapsizlar. Sizga rahmat Asımgül. Shunday yaxshi programmalarning bo'lishi ham biz artistlarga, naqshchilarga intayin yaxshi bir fursat. Shunda yaxshi bir programma orqali o'zimizni namoyon qilib, o'zimizningki yaxshi kuylarni xalqqa suna olsak, biz intayin xushal bo'lamiz. Sizga rahmat aytamiz. Unda bo'lsa, mayli rejissorlik kasbingiz bo'lsin, mayli naqsh sohasida kasbingiz bo'lsin, balkim o'ylagan go'zal planlar bo'lishi mumkin. Anglsak bo'lamdi. Yaxbiyatliklar o'z oshkorlasangizmi mayli endi. Bo'ldi. Endi plansiz, maqsadsiz ish qilishning o'zi xato. Endi bak cho'ng planni hozircha tuzmadim. Chunki biz har yili, har fasl
Şarait özgürdü, özümüzün bilim kurulması özgürdü, şunun qarta arzu arman özgürüp mağdı. Şuna ben uzun mezgillik planını təxəbək bu tüzüp ketmedim. Hazırkı şu göz aldımdaki planlarım bolsa 10 yıl boptu. Güzel icadiyetlerini kıldım dep oylayma. 70-80 icadiyet qıptım. Bunun içinden özüm yarıqallardan bir 20 dakini tanlap ep kaldım. Hem halkımızın manevi medeniyeti üçün ben bu eserlerimni üzlüksüz çıqırma degenmiş planım var. 2 ayda, 3 ayda birden akşamni icadiyetimni çıqırıp halk üçün hizmet qilmoqchiman. Davamlıq to'xtab qolmaydi qolgan ijodiyat xizmatlarim. Hamda rejissorlik jihatda bo'lsa, biz programmani yana qayta boshladik. Yangi nava programmasini. Mush programmalarning ishlari bilan yana aldirash bo'lib ketamiz. Albatta shunday bir go'zal planlaringizning, orzularingizning ro'yobga chiqishiga biz tilakdoshmiz. Azimgul, Abay deganga o'xshash bizningki saparimiz, aqliy iqtidorimiz yuqorilab mangan sari orzularımızmı o'xshamaydi ekan. Balkim kelar yil paranglashsak buningdan o'zgacha bir planlar bo'lishi mumkin. Shundaqmi? Biz yoshlar shu tirishish orqali o'zimizningki iqtidorini yaxshi sahnada joriy qildirish orqali o'zimizning orzusini yana pat-pat yanglab turdik ekanmiz. Rahmat Asimgul, bugun nayt yaxshi paranglashdik. Naqshlaringizni huzurlandik. Biz keyingi faoliyatlarimizda yoki keyingi uchrashadigan sahnalarimizda ko'rishaylik. İşleriniz utuqliq bo'lsin, tininiz salomat bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, Umnik Sadosi programmamizning bugungi soni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Cihan küldi inaqlıqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanat qaqdı armanımız ilib andas. Kökdə uçqan bürkütlərning parvozidir. Ümit bizning nişanımız, armanımız. Ümidaqlıq yollarının karvanımız. Yalqıllaydı qalblərdə darvan mikri. Kucağı açqan bizga güzel devran.